Assalamu alaykum tordaşlar, yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Biz şu suyumluk zeminning egisi, şu suyumluk zeminninki egisi bo'lganligimiz uchun mushu atalmış davaga biz savol qo'yish huquqimiz var. Her vaqt savol qo'yish huquqimiz var bizning deb qarayman. Ondan keyin o'ylab qoldim. Bugun azroq bir narsa so'zlab bo'lib, onadagi temaga kirman deb o'ylayman. Voy. Qar gözənek taqıbaptım mən. Qarindaşlarım, temir kirishdən ilgiri mən mundaq bir hayatımda faqat bir adamga qasam qilib baxmagan. Əzəldən qasam qilib baxmagan. Bugün mən özümningki mushu so'zlayotganimningki rost, ham Allohning oldidami, u dunyodami mən mushuningga bir guvoh bo'lganға Allohning oldida bir qasam qilmoqchi. Bu hayatımdaki birden bir qasimim. Hazır ben tərdim bilan o'tiribdim mən. Hammalarga tunuşduqdak bu Qur'oni Kerim. Bu hazır kadar tor dünyasida her xil temalar üstüde qasam berilib keldi. O təşkilatga kirish, bu təşkilatga kirish degandek. Mushundaq üstüde qasamlar berilib keldi. Mən bugün Muşu sözlerimden bugün sözləvatqan sözümninki rast ekanligiga hem o dünyadamı bu dünyadamı guvalıq bera alaydiganimga qasam qilmoqchi. Allah'ның namida Allah guvoh, mening her bir sözüm özümning millatim uchun, zeminim uchun haq yo'lda ekanligimninki ifodasi. Hem muşu sözlerningki tarixga yozilganligimga ishinaman. Aslida biz nəhayət ətraflıq, çoğ güləmdəki 10 suallıq tayyorlikni qilgan. O 10 sualningki javobinin chiqmaydiganligiga tunögün ishondim. Tunögün ma'lum bir ekranda Rabia Qadir chiqib so'zlabdi. So'zlagandan keyin buni boshdan oyoq ko'rib chiqdik. Do'stlar ko'rib chiqdik. Hem bu üstüde çık fikirlerde bulduk. Anandan keyin ba'zan narsalarga qo'shimcha qilish kerak ekanligini tunib yetdim. Biz burun savol so'rab baxmaganligimiz uchunla bilinmay kelgan. Hech kim bilmaydi bu ahvollarni, nima ish bo'ldi deb. Davo setilib ketsa-mi bilmadik, o'ynalib ketsa-mi bilmadik. Şunun bilen muş kunga keldik. Cevap bergisi kelmaganlar aning ishtirib, maning ishtirib yoki xointi, savol so'rganlar xoin, tillaganlar xoin, sen tillasang bo'ladi, boshqalar biz tillasak bo'ladi, boshqalar tillasa bo'lmaydi. Xalqni ko'zga ilmaganligi. Bu qatimliq bir xalq harakati. Bizning qo'zg'ig'inimiz xalq harakati. Oqimizda palon do'stlar bor. Mushu do'stlarningmi xalq harakati berishimiz kerak, bek uxlab ketdik degandan keyin men chiqdim. Bu men bir Zumrat Tursunning ishi emas. Oldiga men chiqdim. Bu bir xalq harakati. Bu 3 qatim mushu naq maydon, uning oldida 3 qatim naq maydon qildim. Savolni qo'ydim. Lekin hech qaysi savolga javob berilmaydiganligini ifodasini bildiribdi. Kulib ketdim. Hem o naq maydonni tunögün ko'rgandan keyin alayda bir hissiyotga keldim. Nima desek, Mevla Yasin efendim yoki yana bir xonim, ular Rabia Qadirninki sabdishi emasligini bildim. Chunki Wikipedia'da hech nima yoshirin emas. Bu Rabia Qadirninki sabdoshlari hayot. O'lib ketgan bo'lsa, İsa Yusufdek biz go'rdin izlaydigan, yana bir qildiganga uning amalimiz yo'q. Lekin hammasi hayot bo'lgandan keyin bu nima uchun bu uchaylan chiqib oldi u yerga, uni bilmadim. Shuning bilan men bir so'zdan boshlayman. Bugun o'zining so'zi, ya'ni kelib bu shu naq maydonda qilingan so'zni boshlayman. Rabbimden Dünya Uyghur reisi buluştum burun, Dünya Uyghur kurti veyran buluş aldıda München poyuz stanisinin yerde stanisiki Irak'a tesir yetmeydiğen şu poyuz stansının etrafında ki bir teşkilat idi. Heyetleri istifa verip gidip bargan bir gaday ve nedin iş başlaşını bilinmeyen teşkilat idi.
Rabbimden özünün xalq aradagi nomidan foydalanib, Dünya Uyg'ur qultining iqtisodiy masalasini hal qildi va Dünya Uyg'ur qultini hozirgi dunyodagi eng boy Uyg'ur tashkilotiga aylantirdi. Hozirgi Dünya Uyg'ur qultining yuqori maosh ilib xajlayotgan turmushlari pullarini bevosita va vositalik Rabbimdan hal qilib bergan. Enidining g'azinisini Rabbimdan ichib bergan. Xo'sh. Biz necha vaqtning yoqi Dünya Uyg'ur qurultiyi Rabia Qodirni aqildi, ko'qildi degan har xil safsatlarni anglab keldik. Endi savol qo'yg'im keldi. Har qaysimiz o'ylanib baqayli. Rabia Qodir o'zini inglizcha bilmayman, inglizcha bilmaydigan men bir ayol degan bano bilan jiq narsalarni so'zlab keldi, yepib keldi. Undaqda bu enidini Rabia Qodirga kim tunuşturdu? Yani kelib Dünya Uyg'ur qurultiyini Rabia Qodir enidiga tunuşturib qo'yguchi, maoshli qilib qo'yguchi. Demak, Rabia Qodir davoni setayotgan odam bo'lmamdi. Enidi degan demokratiyalashtirish qo'y boshqa davlatdan. Egilik huquq talab qilish o'rni emas. Xitoyni demokratiyalashtiramiz deb kurash qilayotganlarga yordam berguchi o'rin-ku. Undaqda Rabia Qodir Dünya Uyg'ur qurultiyini sestivatdimi ya davoni sestivatdimi yoki Dünya Uyg'ur qurultiyini ozdirvatdimi? Buningga javob izlab baqayli. Rabia xonimmi hech qanday bir radiya qaytarmabdi Mavla Yasin efendimning so'ziga. Demak, buni tasdiqladi degan so'zdir. Wikipediyada mundaq bir betlar bor. Bu betlarda aniq yozilgan Rabia Qodir 2006-yili 11-oyda Dünya Uyg'ur qurultiyiga rais bo'ldi. 2017-yili 11-oyda raislikdan tushdi. 2006-yili 11-oydan 2011-yilgacha UAE'ning boshlig'ilik vazifasini, qo'sh vazifani o'tab kelgan. Undaqqa Rabia Qodir hech qanday narsadan xabari yo'qmidi? Tunögün mushu tunögünki naq maydonni deyli, 10-oyning 31-kundagi naq maydonda 9-minutida enidi to'g'riliq so'zladi. 1 soat 52-minutida indigenes to'g'riliq so'zladi. Anadan keyin men degan eliqi doklad indigenes to'g'riliq doklad tilga elinmadi, javob berilmadi. Nima uchun javob berilmaydi? Men bir xalq bo'lish sifatim bilan savol qo'ysam, yolg'iz emasman. Odam qanday vaqtda javob bergisi kelmaydi? Yolg'onchilik qiladi, itidi, keynini qo'rqqan chaqda, yana birisi o'zining sabdoshlarini qo'g'digan chaqda yolg'on gap qiladi, yo'shiradi. Umar Qanot o'lib ketgani yo'q. Roshan Abbas o'lib ketgani yo'q. Nuri Turkal o'lib ketgani yo'q. Olim Seyitov o'lib ketgani yo'q. Nima deb ular chiqmadi? Rabia Qodir ikkisini ergashtirib chiqibdi. Bu nima uchun? Savol qo'ymamdiq. Uyg'urning hammasi dotma. Men hech qanday narsani isbotsiz so'zlamayman. Wikipediyada aniq turibdi. Bu xonimniki xizmat o'tash vaqtlari ayni vaqtidagi naga qo'sh vazifa o'taganligi aniq turibdi. O'zining sabdoshlari o'lib ketgani yo'q, qayta takrorlay, o'lib ketgani yo'q. O'zi javob beramagan chaqda nima uchun bu ish bilan munosabatsiz odamlarni akirib guvohchilik tortdi? O'ylab baqdingizmi? Riyosatchi kimdi? Yana birsi riyosatchi bo'lib qopdi. Xuddi oldingi qatim Sayram o'g'loniga u nasadın çapan tushgandek, endi Rabia Qodirga kim chapanchilik qilib chiqdi? Nima deb javob ololmaymiz? Chiroyli tillingmi javobi elinmagan-ku 2 yilning oldida. Biz xalq bo'lgandan keyin xalq harakatini qanday usulda qo'zg'aymiz, u o'zimizning ishi.
Aysiz zemin üçün köygen her qandaq bir qeyrindişimizden qandaq şekilde olsun sual soraş huquqi var. Çünkü seni dava baxtı, Uygur baxtı. Uygur'un aş qırılıp ketkenlerinin qiyni baxtı. Şunun üçün sual soraş huquqimiz var. Toğrudu qeyrindaşlarım. Onundan keyin UAE'nin başlığı olan Rabia Hanım 2009 yılı 9 ayda 10 ayının şu aralıkta Avrupa'nı kezgen. O jarayanda Çekoslovakiyaga mı badi, onundan keyin İtalyaga mı badi, indigenes toğırlıq faqat savadı bolmasa mı? Men miyadan sözlep bulup bu indigenes degan sözlük bizden sırttan kirgen sözlük. Şunun için Uygurca tercümesiga bizning hech qanday ehtiyojimiz yo'q. Bunun da İngilizce ma'nosi bo'yicha Uygurca tercüme qilinganlari boshqalarning nimalarida so'zlanib bo'lgan. Shuning uchun men indigenes xalqi degan nimadan derak berdi degan ustida to'xtalmoqchi. Indigenes xalqi deganda biz e'tirof qilganimizda nima ish bo'ladi? Vatandan keçimiz degan gap, vatanning mustaqilligidan keçimiz degan so'z. Rabia Hanım faqat bilmagan bo'lsa, inglizchani bilmagan bo'lsa, hozir UAE'ning torbetida aniq bor 2009 yildagi bir doklad var. Uning oldida men ma'ni bir so'z anglatib o'tay. Xitoy hukumatı bizga 55-yili sizlarni yerlik millatlar bo'lganliginglar uchun biz besibaqandan keyin Şinjan Uygur Avtonom Rayon degan huquqni berimiz, o'z taqdiringlarni o'zinglar belgilaysizlar, o'zinglar taraf qilasizlar deb bizga avtonom huquq bergan. After Chinese communists occupied East Turkestan, because we were the indigenous people of that land, they promised us that they will give a full autonomy to the region and guaranteed the autonomy to us and called our land as Xinjiang Uyghur Autonomous Region, and they promise us that they will respect all our rights and bu narsadan meningcha dava boshtirdikilarning hammasining xabari bor, lekin inkor qilinib keldi. Indigenous deganninkiga Xitoy 1997-yili inson haqlari yig'inida tilga elinganida bir Xitoy vakil Long Shue-chun ismli bir Xitoy vakil mundaq degan: Xitoyda indigenous xalqi yo'q, indigenous masalasimi yo'q deb javob berilgan. Lekin nima uchun bizni mushuningga tortib kirdi 2009-yili buni men bilmadim. Rabia Hanım cevap veriş gerek idi. Bunun da toxtalmadı tünögün. Hemmimiz dötüp kettikmi, onu mu bilmeymen. Sizler oylap yıkınlar. Men hiç nimini oydurup çıkmayman. Mana turuptu. UAE'nin torbiti de ba. Bunun da enlik vakti mu? Enlik yazıqlıq. 2009-yili 5 oktyabr. Bu doklad nima uchun torbatga qo'yildi? Bu dokladni kim yazdı? Bu dokladni kim yazdı? Rabia Hanım bilmemde, UAE'nin başlığı oluş süpütü bilen muşu dokladның nima uchun e'lon qilinganligini bilmemde. Aşağıda bağlığını, nima uchun yazılganligini, kimning yazganligi, o'zining ingliz seviyesi yo'q bilimiz. Lekin kim yazdı bunu? Rabia Hanım rast bilmemde. Rast bilmemsiz Rabia Hanım. Bugün nahayet ilmi soray. Siz rast bilmemsiz. Sabdaşlarınız hemsi ülüp gitti mi? Sabdaşlarınız hayat ku? Nima uchun javob bermaysiz? En qisqasi soatidan tortib aniq yiziqliq 2dan 15 o'tganda deb. Biz shunchalik dört bo'lib ketdikmi, uni bilmayman. Her bir qitim onundakin aşı dokladımı, mayada aniq yiziqliq. Miyada aniq yiziqliq. Agarda UAE'ninki her qandaq bir
Aloqalashganınız bo'lsa, telefon nomerlariga yazıqlıq. Aloqalashganınız bo'lsa, sualınız bo'lsa, mishyaga kirib izdisingiz bo'ldi deb yazıqlıq. Ondaqda Rabia xanım u yerda g'oyib bo'lganmi? Rabia xanımniki sağ salomatlik ekanligiga hammanglar u vaqtda bilamdinglar, bilmangdinglar. Og'rib qolganmidi? Birasi uyqudarsi ishirayotganmi yo kasallikmidi? Ondaqda mau oqirdagi heliqi cho'ng qo'shinni chiqib so'zlatish kerakdi u. Lekin so'zlatilmagan. Hozirgacha hamda bu to'g'risida zuvan yo'q, javob berilmaydi ekan. Ondaqda qanday qilamiz? Tibet xalqimi qo'l qo'ymagan shu hujjatga nima deb bizninkilar qo'l qo'ydi degan narsada o'zdan baxtingizmi? Nima deb bu dokladlar paydo bo'ldi? Nima uchun bu doklad paydo bo'ldi? Nima uchun to'rda bor? Xitoy bizda indigenous xalqi yo'q. Bunda masala yo'q desa, nima uchun bizni ashunga zo'lab turib shu kategoriyaga akirdi? Savol qo'yib baqamdiq. Men xato qildimmi ya? Men o'zim xato qildim deb o'ylamayman. Men shu zaminning egisi. Buni uyg'urchilashtirib, suyuqlashtirib, anadagi naydimi to'g'ri kelmaydigan bir narsaga akilish bu to'limi kulkilik bir ish. Mana 97-yildagi hujjatda aniq shu Xitoy vakilining so'zi bor. Bizda undaq masala yo'q, indigenous masalasi yo'q, undaq xalq yo'q deb. Nima deb bizni chaplaydi? Biz shu zaminning egisi tursak, zamin davosidan voz kechsang, anadagi indigenous deganga qo'l qo'ysang, zamin davosidan voz kechsa. Chunki Xitoyninki boshqurilishi ostida faqat avtonomiyaga erishimiz degan yeri bor. 60-betida eliqi dokladninki. Aniq avtonomiya degan gapni Rabia Qodir takrar deb keldi. Lekin hozirga qadar mit qilmay o'ltag'anlar nima uchun? Chunki birsi-birsini oyaydi. Bu da'voning ichirikilar hech qaysi g'oyib bo'lgani yo'q, lekin birsi-birsini oyaydi. Shu sababdan bo'laydi. Biz har xil masalan material deganni shunchalik aqtirib, hech narsaning ola qo'ymay, talay do'stlarimiz izlanib, biz to'rda yo'qolmagan narsalarni tepib bo'lgan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotidami nima ishlar bo'lingan? Nimaga sundinglar? Esida yo'qmi? Mushu zotlarning hech qaysi o'lmagan tursa, Isa Yusufning qabrisida hammasi kirib yetib oldimi? Ular hammasi botdi. Bu insonlar nima uchun jimjit yo'qolib ketdi? Hech qaysi uchurlar yo'qolib ketgani yo'q. Ba'zan moddalar, nimalar yozilgan bu moddalarda? Men jiq narsalar ustida o'ylanib, bir prezident o'rnidan tushib ketsa yoki bir buxgalter idorasining o'rnidan ayrilsa, har qanday narsaga javob bermayman. Onun oldidagi qilmishlarimning hammasini inkor qilaman, ko'zimni yumib olaman, jimjit yo'qolib ketaman desa bo'lamdi. Sizlar o'ylab yiqinglar, javob bermaslik kerakmi? Indigenous people tizimligiga tizimlatganlarning qatorimiz vakansiyalar shularning qatori. Bu men agar men inglizcha o'qimagan bo'lsam, mening ismimni kirgizib qo'ygan bo'lsa, bunun yolu bilak. Bu gapni mendilni so'rag'ingiz yaxshi bo'ldi. Bilmagan odam qilmasin bu gapni. Indigenous people degan gapni anidin adam avatib, Luisa xonim ikki odamni avatib, indigenous people deganning shu tizimlikqa Uyg'ur xalqini kirgizing deganda, Uyg'ur xalq yerlik odam ekanligi rost. U ibtidoiy indigenous people emas. Indigenous people biz yerlik odami. Indigenous degan shu yerlik odam degan gapdir. Shundaqmi emasmi, mallar? Shundaqcha, menimcha, menmi o'sha to'g'riliq. Men de olay. Yerda talash tatish bo'lgan vaqtida men talash tatishga yengib chiqqan odam. Indigenous people biz Uyg'ur xalqi ibtidoiy va endi Allohda bir ibtidoiy millat emas.
O G'arb Turkiston, Sharq Turkiston degan ikki Turkiston. Shularni taraqqiy qilgan Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, Uyg'ur, mushlar hammamiz o'xshash millat. Bütün dünya Türkiye milletleri. Biz yerlik milleti emas desak, yerlik millet Xitoy bilan tuyanı hamisa. Men u indigenes degan bir tizim var. Mening tizimimni kirgizgani yo'q hech qanday qadam. Hech qanday adam mening imzorimni qo'yib, mening tizimimni kirgizgan yeri yo'q. Agar mening nomimda bir imzo qo'yib qo'ygan bo'lsam, hech qaysimizdan imzo olgan yeri yo'q. Mushundaq yolg'on gapga men hayron bo'lyapman. Indigenous people degan tizimga qo'l qo'y degan bir tashkilotmi yo hukumatmi bizning oldimizga kelgani yo'q. Faqat ikki odamni anididin mush indigenous people'larni Mavuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mushni da'vo qilib guruhga kiringlar deganda men rad qildim. Ayni Ömer Qanat guva, olim Sid guva bo'lmaydi. Biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining indigenous people'ga da'vo qilmaymiz. Biz o yerlik millatlar bizni qilib unga da'vo qilmaymiz. Bizning davlatimiz va davlatni asliga keladigan da'voni qilamiz deb rad qilayotgan odamlar. Bu qanday imzoki men bir avatib baqsa, men bir ko'rib baqay, qanday yer bizden bir adam unga imzo etingda imzomi yapmaqmidi. Men mushunga hayron bo'laman. Yani aşınak bir iş olup yani imza etmeden bir işte sizin haberleri yok. Haberim yok. Onda imza. Mesela Rabia Hanım bu işten haberi yok olsa o dokulat nereden geldi? Kim yazdı o dokulatını? Nime için yazgan? Rabia Kadir aldandı mı? İni dedim pul elişte Dünya Uygur Kurultayını aldap kepindirip koyuptu. Dünya Uygur Kurultayını azdırıptı değil bir mumay. İngilizce bilmeydiğen bir mumay azdırıptı, pullu qıp koyuptu. Ondaqda Mao dokulat kimden koldan çıktı? Nime üçün tayarlangan dokulat dediğen neresi cevap verip baksın şu sepdaşları. Aynı vaxtıda Roşa Abbas Silam'ın ait yakın ötken Rabia Hanım çağırın. Siz keynidin oyay, hain, ma hain dediniz. Zadı kaysınlar hain şu vaxtıda sahnede gömemdik. Nimiş ki cevap veremeysiz? Ömer Kanatmış oğu. Ola ornadan kalmadı, siz ornanızdan kalgan bilen. Kuzat Altay mı ba? Hazır deysler. Lekin Kuzat Altay o vaxtıda yok. Onun cevabını Rabia Kadir berdi. Bu üç aile dünyadaki Uygur davasını Roşa Abbas ailesi, Rabia Kadir ailesi, anandaki İsa Yusuf ailesi kötüre ağamma. Nim dep cevap verilmeydi. Sepdaşları bilen tan çıkmay kimler bilen çıktı? Yani kimlik olduruldu? Sual koyup bakaylı mı? Ya ki uxlamdık yana. 72 yıllık dava. Oynalgan dava. Kan tökülgen dava. Şularning dava, şu kan tökkenlerning bedeliga yaşavatımız mı ya da? Yani uykuda yüremdik ya ki zeminimiz üçün tik turamdık. Ya ben davanı satmadım, ben degen şu müstakillik kıldım dedi. Qaysi medyada İngilizce ben müstakillik dep çıktım depti. Avtonomiya, yüksek avtonomiya, hüccetlerdi şu endik tursa yani yok ben onda kılmadım. Bunundikin emdi bu neh meydanlarını İngilizce tercüm kısa hoğdak dedik. Topladı sözlegen muşakakların, çoğamlarının sözlerini, sarıkıllarının sözünü İngilizce tercüm kılıp uya beyler bəsek hoğdak dedik. Sizler oylap yıkınlar. Vatandaki kıyırındaşlarımız bizden nimelerini kütüp atkandı. Biz aynı vaxtda Erkin Asiyan'ınki bazen bir radyodakini anlap durup muşunda hop ketken, muşunda hayacanlanıp ketken degen ne kıyırındaşlarımız var. Nimeni köydük onundan keyin. Şunun bilen biz vazgeçtik, bizar olduk degenler var. Nime dep cevap verse diyemeymiz. Hüccetler tursumu nime dep cevap veremeydi. Uxmayma deydi. Keynidikini ayavatamdı ya özünü ayavatamdı. Ya ki kimni ayavatıdı sizler oylap yıkınlar? Her kıtımda ben şundak zor tayarlık bilen çıkan tayarlık bulup ananikin vazgeçtim. Nimişka bu adam ilgisi yok. İş oludu de. Bu sözlemeyme cevap vermeyme dedi. Benim sualımını bilmeyenlik için mi? Oy ben köymedim. Ben köymeyme. Diyen adam. Anadiki vay ula. Xitay'nın adamı. Xitay tılıdı vatıdı. Benim sana diyen geplerim adamdek gep kılgan vaxtımda anlamadın.
Ne efsane bilen sen beni tılladın. Ben onu koymadım. Lekin oylap bak. Cevap verişin gerek bu şart. Hayat vaktında. Ölgəndəkin bir kitap yazıp koyma, onundakin bu elan kılındı. Küttümüzge sürtmeyimiz onu, xudu İsa Yusuf'nunki eyliqi caldur özünü maqtıgan eyliqi yazmısıdak iş. Eyliqi Cancucuğunun bir parça xetini izlep tasqaldı görleri kirgiçe. May yeninglarda ottağanıdan sormamsızlar. Soraş hukukum yok mu meninki? Hem bizning soraş hukukumuz var. Qeyrindaşlarımız bilan deyishib qo'ygan, bizning udulumizga chiqish kerak. Mayli, sabdishi bilan chiqish kerak. Burun Robiya Qodir o'zi javob bersin. Mo davomli ani ayliqi Dilshod Rashid, o'te-bo'telarning hammasini xoin degan so'zlari bor. Shu xoin degan so'zlarga javob bersin, ashlar chiqsin. Ularni xoin desimi jimmit o'tirdi ekan. Ma birsini xoin desimi jimmit o'tirdi ekan. Chiqolmaydi. Sababi birsinin qoğduğucu, bir yerlerde tügünçekleri var bularının. Şu tügünçeklerden yeşilip gidişinin endiş kılıdı. Şunun için qoğdaydı. Bu nersen çıkırın, ispatınız olsun çıkırın. Ispat degen torda lık duruptu. Hiç de mi yok ap ketkini yok. Anandikin kol koymadım. Puçurkalarınız yok mu? Nerede kayıs puçurkalarını işletkenleriniz fakat isinizde yok mu Rabia Hanım? Kongreska kirgen nerse yutib gitem de. Yutib ketmaydi. Tomning qo'liqi hozir. Faqat bezor bo'lib ketgan insonlar javob bergili unimay, bo'ldi qilayli deganlik uchun bo'ldi qilgan petimchi turib qolgan. Biz shunchalik zo'r ko'lamda tayyorlikda bo'lgan to'q javob bermayman dedi. Undaqda javob beradigan odam chiqa. Hozirgi da'voning ustida o'ynayotganlar yoki da'vo qilayotganlar Robiya Qodir bu da'voni setibdi. Anadkin pulli qilib qo'yibdi sizlarni adashtirib qo'yibdi. Shuning uchun adashganlar o'zinglarning gunohini tunib tezdin ixro qilmaysizlar gunohinglarni. Biz jinoyat deb hisoblaymiz vatan sotganni. Endi demo demokratiyalashtirishga ma'lum bir davlatlarningki, ma'lum bir guruhninki demokratiyalashtirishga yordam berguchi o'rin. Indigenous deganchu mustaqillik talab qila olamda shuningda aniq shu dokladning ustida mustaqillik deb bormi? Har bir moddasi aniq ko'rsatlik. Lekin men o'ylab qoldim, buni men qarshimga chiqish kerak. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyining barliq xodimlarini Robiya Xonim sizlarni enidiga bog'lab qo'yibdi ekan-ku. Inglizcha bilmaydigan Robiya Xonim bog'lab qo'ygan bo'lgan ekan, sizlar chiqib o'zinglarni aqlanglar. Shuning uchun Ro'shan Abbos xonimni chaqiraman. Chiqib so'zlang. Mening ekranimni yaratmasangiz o'zingiz ichib so'zlang. Sizlarning degan ekran degan liq. Olim Seyitov chiqsin. Umar Qanot chiqsin. Nuri Turkal chiqsin. Dilshod Rashid chiqsin. Chiqib o'zini oqlasin hamsa. Davoni sotmadim deb. Mushu narsa yo'q degan narsaga agarda mushu hujjat yo'q desa yuzingga tukirib o'tamiz. Uyg'urning hammasi dot emas. Agarda qo'l qo'ymadim degan bo'lsa, ba'zan bir pochurkalar hech nalarda yutib ketgani yo'q. Faqat burun biz ko'ngil bo'lmaydik. Bir to'p qarindoshlarimiz bor. Biz ko'ngil bo'lmabdimiz ada. Burun biz zaminimizning bog'liqiga, voy ben zaminning egisi degan hissiyatni kammabdi ekanmiz. Shuning uchun uxlabdi ekanmiz degan. Shuning uchun hozirgacha o'ltadoq mana sassim o'qimabdimiz. Mana hujjatlar aniq turmamdi. Buning vazifa o'tigini, qo'sh vazifa o'tigini torda aniq yoziqliq Wikipediyada bor, lekin Mavla Yasin ashada bormikan? Dunyo Uyg'ur qurultiyida vazifa olganmi? Tunagunki heylik xonimi vazifa olganmi? Qani shuning isbotini bersin. Anadagi aqlamdi, yana birmi qilamdi, onadagi e'tirof qilsak bo'ladi. Men davoni sotadiganga qo'l qo'yib baxmadim. Sen qo'l qo'ygan tursan, sen enidigim bog'lagan sen. O'zingning og'zingdan chiqmasimi, yeningdagi aqlig'uchi dedi. Yutib ketgani hech qanday isbot yutib ketgani yo'q. Kimni ayayotidi? Bir-birini kimlar birsi-birsini ayaydi?
2018-yili shu mikrofonni talishib chiroylar degan o'siriq chiroy bo'lib ketganlar, ayni vaqtda ojisingldak o'tganlar u. Hech kim yutib ketgani yo'q. Ma'lum odamlar ba'zan odamlarning ismini elishdan qo'rqidi. Men o'zimni otavatdim. Men savol so'rash huquqim bor deb o'ylayman. Ayni vaqtda Roshan Abbos oilasi, Dilshod Reshit Yuanjonning o'g'li, Olim Seyitov deganlarni, Nuri Turkanlarni, Umar Qanotni bir-birlab atagan Rabiya xonim. Shularningki sabdoshlari chiqmamsizlar? Enidini sizlarga bog'lab qo'yibdi-ku. Ma dokladni Rabiya Qodir o'z yolg'iz yozmagandi. İngilizce bilmeyen ayol enidiği bağlayalaptı. Ma dokulatni kim çıkardı degan mesele var. Biz sürüştürmemdik. İmza koyganlarını ko, mayak qarıp koyup duray boptu. Onunla ayrım kirmedi. Biz hemimiz uxuluşumuz gerek mi? Hainti. Ma qeridi. İşki putu görgü sangılığanti. Zubya. Diyenler ba. Vay Zumrat. Diyenler ba. Men ismimni yuşamıgantim. Aşında dep gitdi. Putu görgü sangılgan. Görgü sangılgan bolsa baldırlı sangılap ketkenmidi? Ondaqda biz hemmemisini pepilep otlasak yani 72 yılda kim hayat? Siz hayat mı, men hayat mı? Qaysimiz hayat qaldırganlığımızı kapalat qılalaymiz 72 yılga? Muş satqınımı biz zamanımız, muş hazırki zamanның sitnoçisi bolduk hazır. Hemmin əsiga qulaqni itib olturumuz. Bəziler burunlarda Rabiya Qadirni tıllaydıqanlar, təşkilatның işçilikliyi, oy andaqçı mundaqçı deyənlər, ma birisininki içilib qalmışsın deb tezdilar Xitayning adımı de. Sual sorğan hamısı Xitayning adımı sorsa, davani satqanlar kimning adımı oludu? Enidiği tonuşturgan kimning adımı oludu? Uyg'urning ostida mustaqillik deb qo'yib, setivetganlar kim o? Men qaysi hujjatga qo'l qo'yibdim-a? Sen qaysi hujjatga qo'l qo'yding, men qaysi hujjatga qo'l qo'yibdim-a? Isboting bormi? Meni Xitoy seni tillig'ili sepdi. Isboting bormi? Ko'ray. Mening isbotim liq bor. Men seninkini ko'ray. Bizning qarindoshlarimizni g'ish haqoratladim. Tordiki her bir məcüşlərini qoyub. 62 betlik dokladninki egisi kim o? Onun içinde nemeler yazılgan? Bu sır emas. Birleşken Devletler Teşkilatı'daki hüccetlerçi. Bu mu sır emas? Poçirkiniz bizge nait tutunuş. Bu mu sır emas? Mustaqillik tilaydigan bo'lgan adam enidiga bog'langan. Andan keyin Indigenous degan Birleşken Devletler Teşkilatı bilan qandaqsiga mustaqillik da'vosi qila olasiz? Menga bir tushundirish bering, siz bayaqchi kitoblarni o'qib ketibsiz. Men bir deyxan. Men o'qimagan. Shuning uchun siz menga javoblarni bering. Men o'sha javoblaringizning hammasiga javob qaytaray. Lekin öz depti men faqatla javob bermayman. Ular degan dep. Anandan meselden özün tartish, tenevilish, tarixini so'zlab o'zini aytib esil ko'stish, buninglik bilan jinoyat yepilib qolmaydi. Uyg'urning qon badaliga kelgan da'vo bu. Dolqun Aysamo o'shdan ketmagan bo'lganki, Dolqun Aysamo chiqib ayni vaqtda Robiya xonimiz quchoqlashib ketgan ne videolar bor-ku. Burunqi vaqtida sizlar degan noitni yaxshi ijil inoq o'tgan. 2018 men chiqqandagilar manglarning ittifoqligi buzilib ketdimi? Uning oldida sizlar parchinib, talon-taroj bo'lib ketganlar to'satdili ittifoqlik tuzib qoldinglarmi? Men ittifoqligimlarni buzib etdimmi? Faqat haq yo'lda ko'zimiz ko'rib olmasin, qo'limiz g'asib olmasin, tilimiz itilib qolmasin dedik. Allah balayını bere milletini satqanların deb turib tilab o'tirma. Tərtim bilan o'ltiryapman. Agarda men mush milletni o'ynagan bo'lsam, dadam, jamaatim do'zig'i bo'lib ketsin.
Allah mening balayımni bersin. Milletni satqan her birining Allah balayını versin deb tilayman. Anandan keyin bu tünögünki naq maydonda bu indigenous doklati to'g'riliq bir egizga qilmay hali qandaq umaşchab tushib ketdi-ku, aniki Uyg'ur uyi masalasi. Uyg'ur uyi masalasiga kelgan chaqda men bak qiziq bir o'ylashima. Jiqla deydi, "Voy buni degan Rabiya xonimga so'g'ib qilib deb. Uyg'ur uyini Rabiya Qadir o'ltirma deb turib qurma deganmi, og'anmi yoki nima qilaman deb turib og'an? Shu yerda shu ishlarni qila oladimi? Biz Kanadada masjid soldi, yana bir qildi, yana bir qildi, masjid qildi, yana bir qildi deganda bizning da'vo zimin da'vosini suyuqlashtirib madaniyat yana bir voy namoz o'qitmadi. Yo'q, biz zimin da'vosi bu. Ziminning egisi bo'lganlik uchun mundaq bo'lyotdi, qirilyotdi degandan voz kechib, oyada suyuq, mayada suyuq, shunda bilan o'tgan. Endi kelganda men Uyg'ur uyini kelgan chaqda men yana puldan qechib, javob berishdan qechib, endi satmoqchi bo'lganligini degan. Nima deb Uyg'ur uyining masalasi savol bo'lib qo'yilmaydi? Biz savol qo'ysak bo'lmamdi? Satadigan chaqda kimga maslahat İcaraga verganda kimga maslahatdi? Rabiya Qadirning qissasi shunchalik nachar Uyg'ur beqib kelayotgan odam to'satdan ashuning ijaralarni, deykonlarni, bank qarzlarini men to'lagan bu. Qaysi puliga to'lagan? Anarga nima uchun yana qayta sotmoqchi bo'ldi degan masalalar ustida savol so'rasak hech kim bo'lmaydi. U Uyg'urning haqqi. Uyg'ur uyi degan masalasi Uyg'urning haqqi. Savol so'rash huquqi bor. Davamı Uyg'urning haqqi. Shuning uchun savol so'rash huquqi bor. Beshingni ichini tiqib olib o'ltirib, "Yo'q, palonchi bilamdiki, mening inglizcha bilmagandikin, pukunchi bilamdiki." Hammasi oyat chaqirib chiqamsa. Hammalar birlik o'ltira olaysizlar-ku. Bu oynab üç aileninki oynashima, Abbas ailesi, Rabiya Qadir ailesi, İsa Yusuf ailesiniki uyunuma bu dava degan. Yoki ziminning egisininki davosimi bu? Tuprak davosimi? Zimin davosimi? Mustaqillik davosimi? Zot qaysi davo bu? Yoki indigenous davosimi? Yoki uni buni qo'sqin to'yg'ish davosimi? Bedel to'ladim dedi. Her qatorda bedel to'ladi. Bedel to'lagan bo'lsa, bolalari kuchiqlab ketadi-ku. Ha? 5 yulduzlik bingvanda yatamda, hotelda yatamda o'g'li Bağı toyununki videoları çıkıdı. Balısınınki o tuğulgan günleri yani bir evet talay ba. Türmede yatka adam tuğalamda. İç beremdike yatak iç beremdike. Bedel töyledi. Uygur baktı. Kanda bir bedel töylegen buludu. Ziminning bir parçasini olgan bo'lsa, bir narsalarda hujjatda qo'lining ismi yozilmagan, imzo qo'yilmagan bo'lsa, u vaqtida munda olib ketdi, onda olib ketdi. Ko'chada qoldimi? Talay ko'chada qolganlar bor-ku. Heliga doyinchilar chiqirdiganlar bor. Ikki puti chiqib qolgan, ash qiyir bo'vay mo'maylarninki. Rabiya Qadirning oilasi ashta bo'lib ketdimi? Rabiya Qadir Uyg'ur uchun ajrashdimi, erdan erga chiqib? Rabiya Qadir hamma ishni o'sha Uyg'ur uchun qildimi? Hamma narsani yo'q men bilmayman desin tugaydigan ishmi? Hey qarindoshlarim, bu narsalarning hammasi mavjud narsalar. To'rdikisi bor, qarindoshlar yiqqini bor. Ba'zilari voy agar vatan ozod bo'lib qolsa ishlatayli. Zumrat xonim, biz bezor bo'lib ketgan bu da'vodan. Tunur non yiqish. Yürüş, öpkisip koyuş, sansılışlarını dava okşaydı deydik. A üstelinin pulunu töleydin, ma üstelinin pulunu töleydin, siz dava okşaydı deydik. Lekin undak emesken bu. Ma nesle sizge amanet deptir belgeler var. Bugün ben muşu naq meydan üçün çıqqan. 3 gün boğandı. Lekin tünögün sözlüğünde başka bir temalar kirdi. Undaken biz sualni qaytadan yana ratlab chiqdik. Ma enidi masalasiga yaxshi javob bersin. Enidini Rabiya Qadirga kim tunishtirdi? Dunyo Uyg'ur qurultayini aldab qo'yibdi-ku. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi mavjud sarxillar chiqib so'zlanglar endi.
Ananglar sizlarni ozdurib qo'yganligini e'tirof qilibdi mana. Anadagi dokladning egisi kim o? Chiqinglar. Ömer Qanatning saviyasi mi o dokladga yetmaydi. O'qib chiqqanlar biladi. Kim qildi uni? Rabia Qodirni bildirmay turib, pochirklarni ishlatdinglarmi? Olim Seyitov, Ömer Qanat, Nuri Turkel, Roshan Abbas xonim. Qaysinglarni aldidinglar. Biz yaxshi bir so'zlish baqayli. Bu videorim meniki faqat bir ishni etishli xolos. O'yladim. Men aş yarım saat qolgacha bu naq maydonni qanday bir shaklda qilayli? Keyni-keynda naq maydon qilish kerakmi? Ko'p qismli qilish kerakmi? Biz savol javob elishimiz kerak. Savolni xalq qo'ydi. Javobni shu sarxillab berish kerak. Chunki da'voning egisi biz, xalq, ma'u xalq erkiti. Agarda beshingizni ishingizga tiqib olganlar bo'lsangiz, u o'zingizning sho'ri. Allah hammamizning jinini oladi. Hammamiz shu dunyoda nimalar uchun javob savollarga tayyor bo'lishimiz kerak. Menimcha diniy zotlar, diniylar bek biladi. Menga oldin xatim meshada deb o'tay. Oldin qatim men Rabia Qodir to'g'riliq eg'ir til qildim. Chunki u til yetarlikmi emasdi. Menimi tillagan tillari bor-ku. Gap qilmay, o'shqmi gap qilmay. Andan keyin ikki o'lima, Turkiyadan bir o'lima telefon qildi. Sizga men fatvo bichpadim. 3 odam dedi. Bu axloqsizlik emas, axloqning o'lchimiga kirmaydi bu, dedi. Sababi zulm ostidagi millat qanday shaklda isyon ko'tarsa, u Allah kechirib to'g'ri ishik dog'dam dedi. Ma'lum bir kunlarda bizmi chiqimiz Zumrat xonim dedi. Ondan keyin Yevropadagimi Allah razı bo'lsin shu qarindoshlarimizdan bir kishimi telefon urib shunda xo'shal qildi. Ba'zi beshini ichiga tiqib oldi. Bu da'vo seningmi da'voring? Mustaqillik deganlarningki orasida jihlar ichiga tiqib oldi. Lekin bu qog'ozlarning hammasi tiqilib ketgani yo'q, yutib ketgani yo'q, hammasi mavjud. To'g'ri bor. Shuning uchun hammamiz tang. Agarda vatan deydiganlar, hammamiz tang. Mushuning qo'yida bo'layli, savolga javob izlayli, cho'qim qarshimizga chiqish kerak. Bu doklad zodi kim uchun tayyorlangan? Kim tayyorladi? Nima uchun tayyorladi? Rabia Qodir o'rnida ba vaqt bu tayyorlangan mushu doklad. Rabia Qodir bu to'g'riliq bir eg'iz agipli o'tdi. Indigenous bu degan sirtdan kirgan so'z. Shuning uchun buning mazmuni bilan emas, buning so'zlik tarjimasi bilan emas. Mushu indigenous deganga bog'lab olsa nima bo'lganligi, zamindan voz kech mustaqillik talab qilolmaydiganligi to'g'risidagi ma masala zaminni sotdim davatimi. Bu narsa bilmayman degan bilan o'tib ketmaydi. Javob berish shart. Hammasi hayot odamlar javob berish kerak. Rabia Qodir sabdoshlaringiz bilan chiqing. Mayli qaysi ekranga chiqsin, sabdoshlaringiz bilan Uyg'urga javob bering. Axloqchilaringizningki hech qaysisining Wikipediyada shu vaqtida vazifa o'taganligi to'g'risida hech qanday bir qilchi bir nimani topqinim yo'q. Bo'lsa tep bering bo'lmasa. Pul aldigan chaqda anang. Agarda hisob oladigan chaqda, yo'q, hisob olaman deganlarning hammasi qo'yin. Meni tillatyapti. Sen kim tillasa? Qo'rqib ketibsizmi? Hamma narsa tenavasini yo'qolib ketmaydi bu to'g'ridagi narsa. Kollektiv g'oyib bo'lgan bir to'p odamlar bor. Bularni biz chekit qo'yib qo'ydik. Bu xalq harakati. Shuning uchun NED masalasiga javob berish kerak. Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Rabia Qodir aldab demasmi sizlarni? Tezdan chiqib o'zinglar. Nima uchun Rabia ananglar qayerdan sizlarni NEDga chaplab qo'ydi? Shundaq-ku, ha? Shuning javobini beringlar. Anadagi ma dokladni kim sundi? Kim tayyorladi? Nima uchun tayyorlandi?
Ömer Kanat, Alim Seyitov, Roşan Abbas, Nuri Türkel, Dilşat Reşit, hemiz çıkıp cevap versin. Uygur uykuda emas. Bazılarının ismini eliştimi qo'rqidi bazılar. Mening hech qanday bir ilinib qolgan yerim yo'q, bir yerdan non yeb, choy ichib, qitiq ichib o'tirgan yerim yo'q. Ya bir ko'sar-po'sarlarim ilinib qolgan yeri yo'q. Shuning uchun qarindoshlarim, ma davo bizning davorimiz. Ma u zimin davosi. Tuproq davosi. Mustaqillikni asliga keltirish davosi. Ziminning egisi deb qopsang Allohdimi keladi, dunyodimi keladi. Sen dünyaga nima deb anglatsan şu inkas çıkıdı. Şu sada çıkıdı. Uygurga mı nimini anlattı? Yalganını anlatsa anam senin anan yok mu de? Seni Rabia Kadir tukkan mı de? Diğer nesine bir cevap izlep bak. Bu şirket emez, bu ticaret emez, bu zemin tuprağın ilgilik hukuk davası. Yaxşı oylanıp bakınlar. Bu nehmeyden bunun bilen ayaklaşmaydı. Kayıt tekrar her xil mezmunda çıkma. Bununla tügümeydi. Çokum cevap veriş gerek. Rabia Kadir bir şeyin içine tıkvasıla, cevap vermek kar közeynekten birini takap, ottasıla, vay tügüde diyen gap yok. Kar közeynek bizde mi ba? Oylap yakınla. Uykumuzu açaylı. Ahlimiz bilen sual koyaylı, cevap versin elik sarxilla. Xalqni sen hechnimi emasding degandek cevap berdi. Sen kimding? Ma ziminning egisi men. So'rayman deydiganga ügüneyli. Elik hay devese çoğladın. Vay çoğdi, yana bir mitti. Yo'q, o sizning onangiz emas. Bu dava deb chiqib olgan bo'lganki javob berish shart. Her bir prezidentning aqidini tekshiradigan bir mo'ji sotga doir ne ishlari bor? Javob berdi ku. Nimdep bular javob bermaydi ekan? Nimdep aqlig'ichi kerak bizga? Sabdoshlar bilan nima deb chiqmaydi? Ayni vaqtda billa mangallar ku bular. Javob berish kerak. Qarang'i bozor emasmi bu? Zimin davası ochiq yo'riq bo'layli. Yalgan bolsa yalgan petimchi de. Voy men mushunda qilibdikanman. Endi o'sim bunda qilayli deydigan gap. U yer oriq ichib, bu yer bir nima qilib, oyat so'rni o'ynab og'zimni ochmay desam, tatilab oltamaydi. Mening har bir so'zim yalgan emas, qasam berdim. Men undaqqa bir A tashkilotga kirib, B tashkilotga kirib, voy qasamni qilib bo'lib, o'tirib ishim ko'migandek chiketlab deb qo'yib o'tiradigan odam emas. Men hech qanday tashkilotga kirmayman. Hayotimda tashkilotga kirmayman. Tashkilotni qurmayman. Biz bir Uyg'urning bir top fidoilari. Biz mushunda o'kti qo'pimiz, da'voga o'kti qo'pimiz. Zimin masalasida agar durust yo'lda bo'lsang, biz seni qo'llaymiz. Durust yo'lda olmasang, biz savol qo'yamiz, tanqid qilamiz, tuzatmaymiz. Bu shundoq. Burunqi ishlarga o'lib ketganlarga esilmaymiz. Deb bo'ldik deydiganni. O'lib ketgandan keyin tiqib olgan qog'ozlar, oyatlariga esilamiz. Oyatlar javob berish kerak. Cho'qim javob berish kerak. Shart bu. Rabia Kadir cho'qim sabdoshlar bilan javob berish kerak. Bu doklad neyden paydo bo'ldi? Kim yozdi? Enediği Rabia Kadir'ni kim tanıştırdı? Anadaki bu Enediğini Rabia Kadir nimde dünya Uygur tanıştırdı? Ma mesele var. Uygur üyü meselesi şahsi mülkü mü? Setiş, icarık beriş diyenle kim bilen mesele soraş gerek? Uygur nimişin cevap alamaydı? Nimde davanı petiklap oynaydıqalan sual koymaydı? Aklını işlet. Mende ba eğiz, sende mi ba? Mende ba kalla, sende mi ba? Bizim talay qeyrindaşlarımız keçici hareketlenidi. Materyal izleydi. 2006 yılı BBC'ye çıktım degendi. 2006 yılların hata buluşu mümkün. Özün izlep bak dedim. Müşta mesele. Qeyrindaşlarım uykumuz acaylı. Azzimin çiğ qıravatıdı. Qeyrindaşlarımız çiğ qıravatıdı. Eğer de oylap bakın ziminning egisi deb turmasak, mush dava mushundaq betimchi mağdı.
Birisini anamdı, birisini dadamdı, birisini çoğamdı, yani birisini yani birmiti dep oltırıverimiz. Bizge ondaq çık sayraydıganlardan kerak yok hazır, hey. Xitay virusu Xitayning o'rilishi bilan oyoqlashidi. Shuning uchun mushu bir fursat bizga. Tezdan qopib, yo'q, sen nima uchun bundaq qilding? Javobini ber. Yo'qal, qamlashtiramisan, qamlashtirganlar chiqsin. Yosh bolalar bor, inglizcha biladigan. Ne bolalar bor. Sap degani tuzugili bo'ladi. Mening tashkilot bilan ishim yo'q. Durust mansang, qaysing durust mansang shuni qo'llayman. Durust mangmasang shundaq deymiz. O'tirib chiqsa, chiqsangmi chiqsa, chiqmasangmi chiqsa. Qora ko'zlarini taqab, oqida o'taqamlar xart-xurt qisili hisob emas. Jambayar qazava hammadan o'ladi. Javobni berib o'lsa o'lsangmi? Qarindoshlarim, uyqumizni ochaylik. Dava bizning dava. Her qandaq bir Uyg'urningki, o'zininki Uyg'ur qini iqiyotgan bir Uyg'urning, ham shu zemin uchun kuyayotgan Uyg'urning savol so'rash huquqi va mush davoning ichidagi eliq o'zini sarxil deb Uyg'urni necha xilga bo'lib o'tgan insonlarga savol so'rash huquqi bor. Rahmat sizlarga.